Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugun mediada bizniki sizlar bilan o'rtoqlashadigan ham fikr almashtirmoqchi bo'lgan asosliq temamiz yanala Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi. Endi bu masala to'liq so'zlasak, Cungo hükümeti Uygurlar üstüden irki kırgınçılık elip beriyotdi. Bunu hemimiz bilimiz. Bunu asası tema kılıp muşu doğruluk fikir yürgetsek degen ümittimin. Endi bu Xitay hükümetininki irki kırgınçılık elip beriyotganlığı Uygurlarni qiriyotgan to'g'riliq biz 2018 yılı Muşu WhatsApp toplarda bu to'g'riliq xeylicik so'zlagan. 2019 yılı məxsus muşu Uygurlarning erkek qirg'inchilikqa uchrayotgan ahvolini bütün dunyoga to'nitish. En muhimi Uygurlarga bunu bildirish uchun məxsus tanıtıq mediasini qurdik. Dastlabda Erkin Ro'za Efendi bilan bu to'g'riliq biz takrar so'zildik. Hem de bu medyada sözleniyotgan narsalar intayin az odamlarga ta'sir qildi. Bu irqiy qirg'inchilik masalasini burunmi Mike Pompeo efendimlarmi deganti, Yahudi siyosatchilarmi deganti. Lekin bunga ovoz qo'shilgan Uyg'urlar asosiyatdan chiqmadi. Mening bilishimcha shu WhatsApp to'plarida shu Yarmamat efendim Shvetsiyadagi bu to'g'riliq xeyli so'zlarni deganti. Hatta Uyg'ur kimlik masalasini o'tirib qo'yib, bu Sharqiy Turkistonda vaqirab yursak, Uyg'urlar tugab ketadi, millat yo'qolib ketadi deganda quloq solgan odamning intayin oz chiqqanligini men o'z ko'zim bilan ko'rdim ham angladim. Endi ma'kun kelganda Amerika hukumati bu Xitay hükümetiniki yani Cungo hükümetinin Uygurlar üstünden elip bargan qirg'inchilikni zulümlerinin hemmisini yığıştırıp erkek qirg'inchilik deb e'lon qildi. Bu to'g'riliq şu 2 kun yoqi qaynab ketibdi. Masalan Dünya Uyg'ur qurultayiniki bu to'g'riliq so'zlagan narsani Erkin radyolarga chiqaribdi. Biz undaq degan ahvollarni ashtaq so'zlabdi. Bu to'g'riliq bir kulkilik ishlar jiqib ketibdi. Buni keyinda yana bir damiz. Oldi bilan biz bu narsani mush odamlarga degizamay avar bo'lib ketgandik. Buning tafsilotini dastlab qanday boshlangan degandek buni Yarmamat efendimdan qisqacha bir anglasak deyman. Marhamat. Qandaq o'tirg'i chiqqan to'g'riliq avval ashuni bir anglayli. Esselamu Aleyküm. Vatan suygan bütün dünyadaki dava ve xafa bu davada ve xoşal haberlerini kütüp bu cennet yolu kaça içildi çök yüzü kütüyorken kırındaşlar bugün bununla hayırlık olsun. Bütün Uygur tıllık Türkmen, Azerbaycan, Kırgız, Kazak, Özbek, Tatar, Noğay, Uygur tıllık, Uygur kırındaşlar. Hem de bu 2018'de başlasak 2018 bu irqiy qirg'inchilikni nima sababdan degan chog'da bu Salih Xudoyoniki bu yerda qirg'izmi musulmon, ammo musulmon bunog'in bo'ladi irqiy qirg'inchilik deganiki tushunmay irqiy qirg'inchilik faqat Uyg'urga bo'ladi deb uni hayblab irqiy qirg'inchilikni hammasiga kiygizib qo'yib bu zulmga aylantish uchun qildi deb bunu bir qitim degan. Ularki bak devokanımı rencip ayıplap kablap degan.
Hoş. Bir yerde arkadaşlar şunu olan bu medyalarda yak dese ama lekin bununla benim şu videomu varken ispat vardı. Yani bu demiş ki videolar desenler bu mesele senin dedim benim dedim emez. Bu mesele ahlın arıştın çıkan narsa bu. Bu şu neçanlarga irqiy qirg'inchilik qildi bizga deganmigandan sababi mana shu faoliyat nima shu Trump bilan Joe Biden'niki ikkisiniki sayılmadılar bular kirib tugilishib oldu. Ama bularda ümit kalmadı. O çıkıp kalsana bular bunu kim bilir ma çıkıp kalsa mustaqil qilib yutamadi. Uyg'ur mustaqil bo'lish uchun 2018 tortib baqirib jaqirib kelyapman. Uyg'ur mustaqil bo'lmay yoksa Uyg'ur qanchalik ezib yo'qolgansa bu dunyo ashuna oxir zamonga qarab mangdi. Chunki tunja to'ladigan bu millat irqiy qirg'inchilik qilayotgan ekan Alloh ku deb butun dunyoga bu kesal orqali bir ma'lumot olib ketdi. Dunyoni kim boshqardi ekan qatnashlar? Dunyo kim so'raydi ekan? Alloh. Trump'da chiqib qo'ydi irqiy qirg'inchilikqa. Sekreter Pompeo efendiga rahmat. Şunu nima qildi? Pammek deb dedi. Qayg'usi Uyg'ur masalasini. Mala jin qilgan tashlab etgan. Endi irqiy qirg'inchilikni ma yaqinda nima qilib chiqibdi? Aniki 2019 kelgan chaqda biz bu irqiy qirg'inchilikni boshlab etdik. Men de nimaga degan chaqda meni mana mijozim ishtik. Irqiy qirg'inchilik. Yarmamad efendi ziyoli bo'lgan ekan menda Yarmamad efendi bir so'z xato chiqib qoldi. Shuni ovoz chiqmay qoldi. Mening ovozim chiqmayotganda. Hozirchi? Chiqdi. Bayan bir so'z xato chiqib qoldi, buni tuzatayli. Irqiy qirg'inchilikni boshlab etdik emas. Təşviqatını başladıq irqiy qirg'inchilik to'g'riliq. Uçuq bo'ldimi? Yo'q, aş gap kelgan chaqda ovozi yeb ketmadi da Vatikan. Yo'q, bayam irqiy qirg'inchilikni boshlab etdik. Irqiy qirg'inchilikni boshlab etdik degan bo'lib qoldi. Boshlab irqiy qirg'inchilikni biz boshlamadik. Aşının təşviqatını başladık. Yo'q, hamda insonlar o'z tushunadi buni. Buni təşviqatını başladık. Bu yerda bizning bu mediani chet-elliklar ko'rdi, shuni tuzitib qo'ysam foydasi bor buning. Davomliq. To'g'ri. Bunu tercüme qilib anlaydi o dedi-chi buni. Alo. Chet-elliklar tercüme qilib anlaydi-ki mediadagi narsalarni. Ovozinglar yo'q-ku. Merhamet. To'g'ri. Endi buni olar davomli mushu bilan bu irqiy qirg'inchilikni biz tashviqot qilishni boshladik. Endi o'qimagan ekan to'g'ri tushunaman menimki nimani. Ba'zi gaplar xato so'zlab qolamiz. Shuning uchun endi bu ikki ziyoliga ishkinalar chiqqanlar deb o'zim yolg'iz men telefonim bilan bu irqiy qirg'inchilikni qanday sababni tushuntirib qo'ydi. Bu isbot bor YouTube'da ve Facebook'ta bor. Hozir meniki YouTube'ni biroq meni qo'g'lab chiqaryapti. Mesela cuma günü çıkarttı mı bilmeyim onu. Ya şiş çoşuk çıkardı mı? Ya şunu ona tabi bugün kayıcı muşunu mıkıp geldik ama 2019 yani bir tanesi kısır koyayım yine efendim. 2019 Hong Kong'da bütün 2 milyondan artık Hong Kong halkı özün kişilik hukuk erkinliğini insan hukuk demokrasi degan bilimini biz demokratiya cho'ng bo'lganda shunchalik 2 million ortiq xalq qo'zg'alib ketdi. 4 oy ularga meniki
nima deyishimga o nima yo'q. O'zinglar ko'rdinglar, bildinglar. Shuni 2019 bular chiqib nima qildi? Tüm xalqaroning oldida usul o'yindi. Millatlar qilyapti. Bular usul o'yindi. Biz ayblab irqiy qirg'inchilik qilyapsa, bu nimishki irqiy qirg'inchilik 2020 irqiy qirg'inchilik yili qilayli. Ma'noga bo'pti, ma'qul dedik. Yo'q, biz madaniyat qirg'inchilik festival yili qilamiz 2020 dedi. Festival izon o'ylab baqana o'ynaydigan, madaniyat to'yishgan yili qilamiz dedi. Ama 2020 nima qildi bular? Ma'qul. Nima qildi? Jinni turib oldi. Aşı onu apırıp virüs qıdaqab qo'ydi. 2019 virüs vaqti yo'q vaqtida chiqmadi. Ham 2020 kelganda apırıp virüs qıdaqab qo'ydi. Boshqalar chiqdi. O boshqa davlatnikilar namoyish chiqdi. Ular o'lmaydi ekan, Uyg'urlar ana chiqsa devoqini adam o'ladi ekan. Mana bugun kelgacha jin o'tirib oldi. Mana bularniki kech kunduz aşu elaqqa Jumaxonga duo qilib ketgan. Maysangilga buni bulab talab oldi. Turaxon ketdi. Men qaytib kelaman deb. Onun ismini atamayli. Joe Biden'in Macy Pelosi'nin gapini qilyapman. Qarindoshlar. Mana ko'rdinglar qarindoshlar, ko'rdinglar. Demokratik Xitoylar bu ishni shunda yaxshi so'zlayotdi. Men qildim demay, biz deb so'zlayotdi. Ama mala men qildim. Bu nomus qilinglar degan gapim olsa, tasdiq qilib ekib qo'y. Shu xalqaraga taqat qo'rqma. Chunki sen vazifa o'tagan chiqdingmi? Sen ona nima qilma. Bizning vazifamiz, mana bizniki vazifamiz Uyg'ur millati. Uyg'urimizniki nimasi? Chunki bizning davlatimiz bo'lmagan ekan, aytki xalqimiz yemaymi. Ama meniki buni arvog'imniki sababi bor. Xalqim deb so'zlam, hech qachon xalqim demayman. Nimaga? Men xalqimnikidek bir mustaqil emas. Hem senmi ideyanı mustaqil qilmagan mustamlikni cho'nglatgan narsa. Bu tarixni bilishing kerak. Irqiy qirg'inchilikning nimaligini bilishing kerak. Bilmasang tug'sha. Uyg'urning mustaqilligi uchun sen uni qil, buni qil. Sen versinga yetemaysan. Har qanday. Chunki bu Uyg'ur mustaqil bo'laman desa, sen ig'iz gapdan tortib yashayotgan Rossiyaga chiqishlar bilan butun ash Sibiriya, Ural, Qozon desa, u desa, aynib ko'rib baq. Qashqa, G'o'ljilki, naqshlarga uylar qarab baq. Ash rasm qara, to'pidan qarab baq. Kimning dodda kimi tatqiz qo'ydan senda xoin qo'ylar. Shu sendaklar necha ming yillarga kening nimangda sen qo'ylarda qapoq bosh siyosat esa sen oldin qanasi bilmaysa WhatsApp to'pda olsun, shaxsiy mediada olsun, meni da'vat qilib, buningki munda ishlab. Bak biz mustaqillikni biz ololmaymiz. Mustaqillikni, Uyg'urning mustaqilligini oson chaqlab qolma. Tüm dünyada irqiy qirg'inchilik ushqashgan davlatdagi millatlar mustaqil bo'ladigan Uyg'urga kelgan chaqda nima uchun bu yer ziminiki qurut qumalab chiqdi? Sababi nima? Onun sebebini sizlar bilmaysizlar. Onun sebebini bilgan birinci Allah, ikincisi Vatikan. Anladın mı? Birincisi Allah, ikincisi Vatikan. Neymişke? Allah şu bu Vatikan'ın mahayillarınki nemrutlarını katkanasını nemige Allah neymişke? Birinci Allah demek çünkü bu Uygur milli kimlikler iştipaklaşmak için Allah nimesine ölüşüm, benim nevçevrem kıyımlık geçişi. Çünkü sen işek, ben işek.
bu eşekler bir okulki bedini çalışıp nima qilganiki ilgisiga nima? Senin aldığında elep var, senin aldığında bedi var, ana aldığında saman var. Bu rızkını yemey. Allah'ın gazip kitken gelmiş şu. Vatikan tutudu. Vatikan kimi Xitay bilişi oldu. İrqi qırgınçıq ne? Başlayotgan kimi? Senin yalgan davarına irqi qırgınçıq buladı da. Yani qopa bizni sen başlap birip buna sebepçi olup. Kalsın anan, dadan, tağan. Yani Uygur milletindeki nüfuslarını bir minlep yegizişip bitiştin. Yani kopap nüfus kılmay biz dedik. Apan kopap ötken mi? Ben degende kılmıştım. Başkalar degende kıldı mı kılmadı mı? Benimle davat attı. Videonu köket. Mandak telefonunda bolsa köket. Köket. Yaxşılık degen bolsan, yamanlık degen bolsan. Körlük, senin işerge prezidentine alemde alem kredit vardı. Beni korunlar da 25 bin askerine yatak atmamay. Maşınınki garajda yatak tüker şunu yamanlar beni okuttu. Fuck you. Cubacı der. Beni gipip tükürü. Bu şu aldığın katım Uygur kişilik hukuk kanun çıkkandımı hozirgidek ashtaq jidalmajir bo'lib ketganda davoni qilmaydi. Amerikaning birnam chiqasizlar biz qildik deb turib olganda shu chog'dimi qachon biz 2019 5 dekabrda buni mediada yana bir qatim so'zlabdimiz. Men hozir rasmga chiqarib qo'ydim. Shu vaqtning o'zida bular Aşın biz qildik deb qalaymigan qilayotgan vaqtda biz Norvegiyaga Erkin Roza efendi bilan shu chaqda buni To'g'riliq Uyg'ur masalasi va irqiy qirg'inchilik masalasini qayta tushuntirib chiqqan vaqtimiz bu. Buning oldini takror deb ketganmiz. Shu vaqtning o'zida bular men qildim deb bir-birini tillashib o'tirib ashtaq tushib qilib ketgandi. Unda qilmanglarmi irqiy qirg'inchilik masalasi bor, ma'ni qilinglar deb biz meydaga chiqqan shu chaqda. Demay turib oldi. Mishada qarindoshlarimiz hammasi bildikin bir qatim Ro'sha Abbas chiqib so'zildi. Bir Amerikalik bir yeni birisi o Hanzo Amerikalik bo'lib ketganmi? Uni men toza ismini qolmabdi. Ishqib Hanzo o. Davlat tavalligini o'qimayman. Ashlar bilan birga suhbatga chiqdi. Bir qatim dedi, "Atsil qilsam, yana Turkish people taraflarga tushyapti." Shundikin demidi. Endi qarsak maqildim, maqildi bo'pti. Bir muncha jidal majaralar bo'lib ketibdi. Facebook yig'ib ketibdi. Endi Dolqa Aysaniki bir so'zlagan so'zini hammaga taqitibdi. Bu to'g'riliq urush jidallar bo'lib ketibdi qarsam. Aş fikir yezishib bu to'g'riliq men buni o'qib beray. Bularni chiqargan narsani Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu shu irqiy qirg'inchilik to'g'riliq rais Dolqa Aysa so'zladi degandan keyin buningga xalqlar ochiq kelib Dolqa Aysaning burun so'zlagan narsani chiqaribdi. Men shuni o'qib beray. Burunqisini Dünya Uyghur Qurultiyi 2020 yılını Xalqaro Uyg'ur Madaniyat Festival yili qilib bekitishni e'lon qildi de. Buni deb ketdi. Yilqi mushu to'g'rilar qarmaydigan odamlar bor. O'zinglar deyapsizlar deydiganlar bor. Shuning uchun ashundaqlarga ko'z tutish uchun men takror qo'yib qo'ydim. Ashundaq isbot neda? Buning için tafsilotini ko'rsak bu Dolqun İsa Joe Biden efendim 2020 yılını muhaciratdagi Uyg'urlarning Xalqaro Uyg'ur Madaniyat Festival yili qilib bekitganligini e'lon qildi. Dunyo Uyg'ur Qurultiyi rahbarlaridan egallashimizcha 2020 yilni
muhaciratdagi Uyg'urlarning Uyg'ur madaniyat festivali yili qilib bekitish masalasi 2019-yili 12-oyning 7-kuni Belgiya poytaxti Perisvilloda chaqirilgan Uyg'ur Uyg'ur qurultaymi bu? İcraiya komitesining 5-navbatlik yig'inda qaror qilgan deydi. 2019 yil oxiri buni qaror qilib bo'lib, andan keyin bu e'lon qilgan gap. Mushu e'lon qilib qo'ygan narsani xalqlar unutib qoldi degandek bu Do'lqi Aysa endi biz irqiy qirg'inchilikni 2020-yili biz boshqa qilgan degan so'zlarni so'zlab yurgandan xalqlar bu vaqtini ashaga sarf qilib urushlar yuribdi hozir. Endi bu xato bu ish emas-ku, bu urushlar qilish bu yerda qarab turib yolg'on so'zsiz qo'saq ko'pidida. Endi bugun asli Erkin Ro'z efendim bu mediaga chiqmoqchi. Ammo Mehmet Tok'tan indirdi Kanada'daki Moşoylaki plan boyunca Mehmet Tok'tan indirdi. Mehmet Tok'ta Kanada'daki Dolqadan meselesi. Bunu ki bizim planımız için bu kadar nerse bu da. Eğer şimdi kılığınız planlık bunu planlap boğan da. Dedi Amerika Marspat 2019 yılı ahire şu vaxtadılar ne mi kılan? Bana ilan kılıverken. Ani bizden bunun planımız boyunca bizden listemiz boyunca da o Mehmet Tokçu'da WhatsApp topladan da dedi. Bunların yalgancılığı Mehmet Tokçu'da da gibi var o. Mehmet Tokçu ölmedi o teki. Bana bunun başında o irqiy qirg'inchilik desak isbot yo'q deb yurgan. Hozir biz qildik tushyapti bu. Kanadalik Mehmet To'xtasirang. Endi ularniki Mehmet To'xti, Do'lqin Isolarniki hozir gipidan yenib oliblar, irqiy qirg'inchilik to'g'riliq so'zlab yurgani qarta Erkin Ro'z efendimning so'zlagan so'zi bor ekan, men shuni qo'yib beray. Bu o'zi qatnashmagandan keyin so'z o'sini qo'yib qo'yaylik. O'zlib ketgan qarasanglar mana Dunyo Uyg'ur qurultiyi 2020-yilni Xalqaro Uyg'ur madaniyat festivali yili qilib bekitganligini e'lon qildi deydi. Ammo shunday Do'lqin efendimning atrofidagi do'stlarimiz bo'lsin, shunga nim deb javob berdi. Bugun endi men tanqidlab ayblamoqchi emasman. Naq 2020-yilni mushu biz tashviqotlarni chiqarib, Uyg'ur irqiy qirg'inchilikchilik qilaylik deb nurg'un tashkilotlar, fuqarolar vaqtimizda mushu Do'lqin efendim mana shu rasmda turdi. 2020-yilni Uyg'ur yilni xalqaro Uyg'ur madaniyat festivali qilib bekitganligini e'lon qildi deb mushu Farhod Yo'rinqash efendim bilan televizorda so'zlagan vaqtning o'zida men ko'rgan shu programmani ko'rib o'tirib rostini chog'da men yig'ilgan qarindoshlar. Yig'ilgan rostinday. Endi bu mushundaq bo'ladimi? Vatanda bo'layotgan irqiy qirg'inchilik qirilayotgan bo'lsa, xalqaro vaziyat bizniki guvohchilarning ko'pligi berayotgan guvohchilar chiqib vatandagi masalani bu yerda bu bir qirg'inchilik, bu millatni yo'qotish deb siyosatni butun dunyoga guvohlik berayotgan bo'lsa, ham bu bizning liderlarimiz deganlar qo'pindi bu madaniyat festivali yili qildik desa bu nim bo'lganda dunyo nima siyosatni qilayotgan bularning to'g'rimidi bizning to'g'rimidi deb o'tirib men uyimda rostniga vaqtimda dumiyat yig'ilgan qarindoshlar. Hala bugun kelgan vaqtimizda reallikni shu insonlar tan oldi desak to'g'ri bo'ldi. Irqiy qirg'inchilik deb turib butun dunyo bizning beshimizga o'tirib tombon o'tirib gachchida urib turib badi. Buni mayli joylar bo'lsin, mayli nadonlar bo'lsin, mayli qaloqlar bo'lsin, mayli doylar bo'lsin, mayli men bo'lay, butun Uyg'ur millati buni tan oldik. Tan og'izdi tashqi dunyo. Endi mashina hatto bor qarindoshlar ko'rib baqsanglar bo'ladi. Endi mushunda qilishning o'zini tushunmayman. Gap qilsak yomonlarning tilidan
Kaççığın geldin, botnudun, kakşıdın deydi. Ama deymesek neyim boludu mesela? Adak oğanbaz kimnin degen gibi doğru çıktı. Adak oylap körüp yakınlar kıyırındaşlar. Yukarıda ben videolarımda evetip koydum, başkalarım evetip koydu. Biz 2019 yılının 5'ten tatip erkek kırgınçılık dep mağduk. Hatta nurgun teşkilat rehberlerine özümüzün fikrini yetkizdik. Muşundak dep besemla dep mi yol verdik. Umraz. Yeni muşundak ahvalasıda. Manımış bizning liderlerimiz aş vaqtida madaniyat festivali jili etib qolgan vaqtimizda yolg'onga qilmas qarindoshlar men dünyetip yig'ilib etgan. Bizning manqinimiz xatomidi ya ularning tutgan yo'li xatomidi, qaysining to'g'ri degan. Mana bugungi reallik xalqaro jamiyatning odilligi, to'g'riligi bu yerda deyotganim xalqaro jamiyat bizning vatanimizda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni tan oldi. Demoqchiman endi. Ama shunchalik reallik vaziyatni, vatanning ichida bo'layotgan vaziyatni tashqi dunyoga ayni holatda deyish bizning vazifamiz deya. Bizning axloqimiz deya. Endi menimcha azroq bir insonda samimiylik bo'lsa, mana shunday masalalarni yo'ritib berish kerak, o'zini to'liqlash kerak, fikr elish kerak. Özünün etrafındaki insanlar, içermen, çekermen, aklı iqtidardan biraz bulğunup ketken insanlar boğan bolsa, avam halkının içinde saranlar bolmagan dekin, kalvalar olmagan dekin, şularning gapini anlap oturup etmansak bu da ve yaxşı bolat diye. Mening içindigini, mening deydigini mana shu. Qattiqroq qilsak, sen tillading deydi. Endi ne qilishni, nima deyishni rostini men bilmayman. O'ylab topinglar qarindoshlar. Erkin Efendim'nin sözünü anlap çıktık. Yine nurgun kıyırındaşlarımızdaki yakşı sözlüge sözler bakın. Bir koysak vakit beklidir o. Hoş. Hem de bunu men kıldım, akıldı, ateşkilat kıldı dep talışıp yürümenle. Sizler degen bolsan, sizler degen bolsun. Davani to'g'ri qilsanglar, nem talashsanglar talashinglar. Desi uyan buyan ümmet davasim deb baqqan, masjid davasi saqal burutningmi bo'layotgan bek jiq qaymoq turishlar bo'ldi. Mana Uyg'ur kishi huquq qonunini chiqarib berdi. Mana Uyg'urlar Jungo hukumat tarafidan erkak qirg'inchilik uchirdi debmi buni bekitdi. Hem de yeni nemi talaşmakçı. Bu şu davani kıssaklı buldu hazır yine şüphetilam. Kandakta Uygur kişilik hukukunu manislenin de oturup çıkırıp derhal onu burmulabla Türküş people de Uygur kıl çıkırıp egen neyse o ayrı. Başka milletlerinin koşumçu nuskısı de çıkırdı ular lazım olsa. Uygur asaslık. Bir yerde 99,99 Uygur bir yerde kırgınçılık uçuradı da erkek kırgınçılık Uygur'un üstünü bu atıdı. Ne öldü 1% ya ne öldü bir şundak az yok diyerlikte aşı mesela Kazaklar deydi, Kırgızlar deydi koşulup kalır bade. Ma eksçe mala Uygur'unu bastırıp koyup, Müslümanlar da bir ötküzdü. Ya ki Kazak Kırgızlar da bir ötküzdü. Ya bu Kazakistan'daki Toqayiplar dedi o, lagerde bir mi Kazak kalmadı. Hemmisi ne çıkıp olduk biz. Yok ya da uçuk dep dursun aşınılı deydi. Neyim için da deysler edisi düşündürüp veremaydı. Hem de bazı kalsak medyaya çıkıp sözleydikken bizden davayımız zemin davasıydı. Başka işim yok dedi. Ben eşketim düşündürüp koydum bu doğru soğurgallamış doğru mu deyip. Bunun hatası yok. Lekin zemin davası diyen davanın içindeki bir kısmı bu. 20%'im toşmaydı bu dava. Davanınki en çok yeri, mana hazır çıkan yeri muşuşu. Amerika hükümetinin oturga çıkırıp egen Uygurlar erkek kırgınçılık uçuravatıdı degeni davanın birincisi bu.
ikkinchisi Uyg'ur kimligi bilan o'tirg'i chiqish masalasi. Üçüncüsü kelganda bizniki o zeminimizni bular besib olgandi, biz zeminni qaytirib olmoqchidik degan narsani üçüncüsüga yoki uchinchisiga ham kelmaydi, bu to'rtinchisiga birga kirdi. Bir hozir qirg'inchilik uchirdi bo'lgandan keyin bu urug' tuqqanlarning izdirigini oldigan gap, Uyg'urning noposining izdirigi bo'ldi, so'rig bo'ldi. Ma da'voning muhim yerlari mavu. Qandaqdır ətin keşkiçe ölgenler ölüp tügüsün çatığım yok. Meni çakmagan yılan 2000-3000 yıl yaşasın dep dua kılış emez. Bir yerde ma ölüp ketkenler muşu erki kırgınçılık dep muşu taşkı güçlerinin Uygur müstakillığını kollaydan güçlerinin itiraf kılışı erişken muşu nesini kubul kıgızgan nesi nemediyse aşı erki kırgınçılıkı uçurgan Uygurlar. Biz chetdan turib so'zlagan birdan bo'lib qolmadi. Ashu Uyg'urlar ashadi o'lib ketdi. Jasadlarni ko'ydadi, organlarini satdi, tirik so'ydi. Ashu bo'g'ashqa bütün hammasini har qaysi davlatlarning istixborotlari bilgashga, isboti bo'g'ashqa mushu narsani o'tirib chiqaryapti hozir mana Jungo hukumati irqiy qirg'inchilik qilib Uyg'urni qirdi dedi. Obda anlanglar. Yin ət çıxıbla tətir təşviqanı qıl, bu teyyanəsini çıxırıb bəs bunu buzduğaya turmay bunu. Məqildim dəb bu talışıpsizlər, talaşqan ekan bunun davamını qılınlar. Bu talışıb qoysul tügüməydi o, muşuğan tügüdən gep emas, muşunu o'ttirib to'xtamay chiqirib isbotlarni bütün dunyodagi siyosiy yo'llarga odatiy puxroq anglitish masalasi bek muhim. Ma istixborotning %100 bildi, bizdan jiq bildi ular. Bevas sünniy amaradan küzüp durdu, bilidi. Bizni qanda qilakin deb saqlab mushvaq turdi ular. Mana ikki narsani chiqirib besim kaynak burabli yurgan. Nachar yeri chiqsa. Sağlık Turkish people deb yurgan ashangul talishinglar. Talishilgan narsani. Endi agar haqiqiy rost davoni talishimiz desanglar, birlik qilamiz. Buni takrar deb ketdik. Masalan, Dolqin Isa qirg'iniga pushaymon qilib, gunohini tunisa, bo'yniga olsa, billa biz faoliyat qila olamiz. Lekin bo'yniga olmasa nima bo'ldi? U inson huquqi da'vosi qilayotgan odam bütün xalqni aldab irqiy qirg'inchilik to'g'riliq, mustaqillik to'g'riliq so'z olsa, bularning programmasiga %100 tushmaydi, u ham xato. Meningcha bu mushundaq so'zlab yursa, Dunyo Uyg'ur qurultiyining rahbarlari bularni Guantanamo ketishi mumkin. Axir agar Roşa Abbas şu vaqtlargacha yana bağlı bo'lsa, shu tarjimonlik qilib, burunqidek yana berib qilish mumkin. Buni Amerika burun degan, avval Amerikaliklarni tozlaymiz. Amerikaliklarni tozlab bo'lsak, Amerika vatanning ichidagilarini tugitib bo'lgandan keyin chet elliklarni tozlaymiz degandi. Shundoq bo'lsa, aldirmay nevat keladi degan gap. Hazır tazlavatqanda ba'zilarning ovozi yo'qolib ketdi. Hatto chiroyim ko'yilmaydi, rasminim topqilmasi bo'lib ketdi. Demak, ular bir yerga ketib qoldi. Endi o'simi ashundaq bir yerlarga maxfiy ketadigan yoki jim yo'qolib ketadigan ishlar qachon bo'ldi buni biz bilmaymiz. Shunga bu gunohchilar gunohni tugitma desanglar yoki gunohni azaltma desanglar tezroq ma o birlik kildiği yerge kelib isbotlaus o'tirib qo'yib yoki to'g'ri yo'lda mangallarni qo'llaydigan ishni qilsanglar bo'ladi. Bu umr degan cheklik narsa. Voy, duo qilsam 5 vaqt namoz o'tsam Xudo berdi deb mandaq ta'tir tashviqotni qilmanglar. Uni Xudoyim qachon oladiganini peshoni yezib etgan, uni ashlardan boshqalar o'qiy olmaydi. Özanglar dua qilib umrlarni belgilab ketmanglar. Bilgichi Allah. Endi mushu Uyg'ur kishilik huquq masalasini, buni hammasini o'ttirg'i chiqarib bo'ldi. Uyg'urlarning erkiy qirg'inchilik
meselesini buni hal qilgan bo'ldi. Endi buningdan foydalanib qanday qilishimiz kerak deganda, bu yerda eng muhim narsa yana burunqida xato yo'lda mengayvermay, Uyg'ur kimlik masalasi bilan to'liq hamma narsani ochiq-ochiq o'z og'zimiz bilan deyish, butun dunyoga anglatish masalasi bek muhim. Ular bizdan jiq narsa biladi hukumat degan. Lekin bizni qandoq da'vo qiladi bu deb saqlab turdilar. Ma Turkish people'chilar yana endi bu ikki narsani keyni buzuman deb yurmanglar, Japan tatmanglar. Endi o narsa oqmaydigan ketdi. Zimindagi ovasi bilan hammasi hal bo'ldi deyishlarmi? Endi buni yig'ishtiringlar. Bu uyinglar tuydi. Endi hamma narsa o'tirib chiqib bo'ldi. Masalan, Amerika saylovlari masalasi hammasi o'tirib chiqdi. Nurg'un aldamchiliklar o'tirib chiqdi. Endi buningki narsa chiqib bo'ldi. Uyg'ur ishkimi mushuni endi Yarmamat efendim mushuni bir tushundirsa uch muhim narsani. Marhamat. Uyg'ur 2019 deb qonun chiqdi. 2026 aydan 17 men tug'ilgan kunimda o'yda kelgan chaqda. Aş vaqtida Uyg'ur huquq siyosiy qonunga imzo atdi. Mana endi bu yil irqiy qirg'inchilik bu chiqdi. Mana endi masalan bir narsa ketib qo'yay. Bütün dünyadaki Uyg'ur qarindoshlar musulmonniki bir narsa bu Vatikan bilan o'xshab turadi va o'zingning gunohing demasang 5 vaqt namoz 30 vaqtdan yada qilib chaqib ishib olsangmi, mush gunohing to'lmaydi kelsan, Alloh seni musulmonda hisoblamaydi. Bu Allohning so'zi, bu hukmi. Adab qo'yay. Shunga Xitoy bütün o'ziga olmaydi. Shuning kommunist, shuning Vatikan, shuning Namrud deb Qur'on yozilgan. Bu bir. Anikin bu yerda bir narsa bor. Shu Salihning po'qini yesulchi bular. Salih mayli hammasiga irqiy qirg'inchilik qiladi deysimi? Shumi dedi? Irqiy qirg'inchilikni ashaki musulmonlarga deb. Ashunchikmi qo'rqib dalanmagan odam bugun kunlikda biz dedi, sen nima deding? Salih senin balandaki adam. Salih. La onu qilgan nemesi yok chiqarmasam bo'lmaydi. Ya onun bilan men so'zlashmayman. Mayada bir masala bor. Uyg'urning irqiy qirg'inchilik uchun Uyg'ur 2019 Uyg'ur qonuniga nima qilib bo'ldi? Kishi huquqiga. Mana bu da irqiy qirg'inchilik Uyg'ur deb chiqdi. Nimaga? Sizlarning Yarmamat efendim, men hayotga bo'layotgan bir narsa so'ray. Shu qozoq Şoşka fayda deytay. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik ve asıllık Müslümanlar da ötep ketdi. Ava çıkan kanunu yaxshi tinglab beqinglar. Uyg'ur genocide başka asıllık Müslümanlar da ötep ketdi. Shuning uchun bu da'voga yana efendim degandek shuni qarab biz qutulmay bicharanlarni yamxasha qilibmiz. Hozir Qozog'istonda qozoqlar Uyg'ur mavzular chiqayli deyapti. Chiqayli deyapti. Sen desen ayetki davani qilsang olurdu. Hozir Qozog'istondagi davani qilsang, anakin sening davoring aqidi. Uyg'ur desen, Uyg'ur yeyverishing kerak. Hozir qayerda davasi bo'ladi? Tüm dünya insoniyatdan davasi bo'ladi. Sen nerede qalding? Yaxshi o'yla. G'ayni apadimga gapga ketilma. Ama sizlar faqat bizni ishni bizga ergash emas. İttifaqlashayli. Bo'lmuş irqiy qirg'inchilik biz dedik. Bo'ldi birimizni aytib qo'yib, xatolashdik. Biz ittifaqlashayli. Hanım bir tiliqimiz o'tiliqimizda tarjiman yo'q. Nima qilay desak, yaqtaydigan odam yo'q. İttifaqlashimiz. Ama yaqtaydiganlar Araplar deydigan sıfırdır. Nol bo'lar. Yaq deganlar. Yaq degani ketaversin. Ma'qul desam,
chiroyli Uyg'ur irqiy qirg'inchilikning mananda meg'izini bijil chiqadigan kun. Ma cuma kuni bunda o'timiga deb nim qilib qolma. O o'gilikka 19-23 o'tganda o virus o'ladi u. Bayamqi mavu irqiy qirg'inchilikning nimaligini yana bir qatim askar biz bak jiqtab ketdik. Irqiy qirg'inchilik degan ma musulmonlar qirvatdi deganlar irqiy qirg'inchilik yotmaydi. Bu zulmga mangadi. Qirg'inchilik qilgani zulm. Bir millatga bo'ladi bu irqiy qirg'inchilik degan millatga yoki bir guruhga aş belgelemesi aniq. Buni bir millatning ichidagi bir bo'lik qismi, millatning hammasini emas, bir bo'ligi bo'lsin, bu mayli. Masalan, buning ichidagi ya ayollar, ya erlar, ya bolalar degandek mana 3 bo'lak bo'lsak, bu shu 3si qaysisiga bir ziyonkashlik qilsa, hammasi qirg'inchilik bo'ladi. O'pcha. Qirg'inchilikda bu bir millatga. Endi bu yerda musulmonlar üstün irqiy qirg'inchilik epadi degan so'z xato. Lekin ashtaq so'zni so'zlaganlarni manda yaxshi deb maqtaymiz, ashunchalik yurig borkan deymiz, lekin a so'z xato. Bu to'g'riliq aniqlamasi bor. Facebook'lar biz burunni chiqarib qo'ygan, vaqtinglar yetsa izlab ko'rib bassanglar bo'ladi. Endi bu neslen xili yaxshi Yarmamat efendim tushuntirib berdi. Endi mushu ishlarga oid yangiliklarni azroq so'zlaganda men ma'ni so'zlayman deb to'xtab qo'ydim. Mushu Amerika masalasi bek qalaymaqan. Hozir buni medialar o'zining bilginicha farazlari bilan bir narsani anlatadi. Isbot bormi, yo'qmi, chatoq yo'q. Aşı bir yerden videoni birasi hükümetning mağı deb evetib bersa qo'ydi ekan. U ras hükümetning ichidan chiqib atamdi yoki dunyodagi eng dangliq Hollywood kino shirkatining ichidan yaslab chiqib atamdi. Buni hech kim bilmaydi. Aqsaroyning kinolarini ko'ramiz. Kinoda Aqsaroy o'xshash suratlar chiqadi, manzara chiqadi. Bu hazır bo'layotgan qalaymaqanchilikning ichida kinoning hamniki tuzgan narsalar bormi yo'qmi? Biz buni bilmaymiz. Shuning uchun qachon Turam qaytadan o'tirib chiqib, "Mao rost, Mao yolg'on" desa, shu chaqda rost bo'ldi, bo'lmasa, mushu saylamdimi biletlarni saxt yasab yurgan mushu odamlar hozir men prezidentimiz kim ishinidu? Ammo bu Amerikaning ishi, lekin bu butun dunyo ko'ngil bilgan bir ish. Nima uchun ko'ngil bildisi? Amerika degan 50 shtati var. Yani 50 davlat birlashib bir Amerika bo'ldi. Shunga butun dunyo ko'ngil bildi bu yerga. Shunga bu Joe Biden saylamda xatolik qildi, saxtlik qildi degan xabarlar chiqqanda shundoq ochiqlab ketgan. Butun dunyo qo'zg'alib ketdi. Mush Amerika bo'lsa-mu bir tuz yo'lda mangsa degan umidi botdi. Bunu qo'llashning sababi shu. Masalan, Yevropada Vatikan kuchli bo'lg'achqa, yani umid yo'q deb umidni Amerikaga bog'lagan. Buni tushunganlar xili ko'p, tushunmaganlar ko'pdir. Bu yerda nurg'un o'yin bor. Buni masalani tushunish kerak. O qarqoyoq bo'layotgan narsa emas. Hammasi plan bilan bo'layotgan narsa. Bu Vatikan Xi Jinpingni kuchga ketganligi uchun bu ras o'xshaydi deb bu o'tirg'i chiqdi. Amaliyotda bu kallasi ishlab ketmaydigan odamlar bu. Endi yangi xabardan birini shuni qo'shib qo'ysam, Tayvan prezidenti buniki sal masalalar chiqqandan keyin bu prezidentniki oq ko'rinishini tekshirgan muxbirlar. Tekshirib qarasa, bu prezidentniki olgan diplomi, oliy maktab o'qigan diplom saxta chiqibdi. Buning saxta bo'lsa, anda bo'lsa Xi Jinpingning qandaqdi deb muxbirlar bu yerdan izlab tikkan to'q. Buniki Xi Jinpingniki doktorlik unvoni bor ekan. Doktorlik unvoni tafsiloti uchuri yo'q ekan. Demak, bu mu yasalgan degan saxta unvon bilan
Bu bütün dunyoni aldab yurganning birisi bu ekan. Endi yangi xabarlarniki yana birisi kelsak, bular ma medialardan ko'ryapmiz. Recep Tayyip Erdo'g'anniki Jungo'da ishlangan Made in China markalik vaksinini o'ziga urg'azgan ko'rinishlarni ko'rdik. Bu ko'rinishlarda vaksinni o'zi urg'izmaydi. Doktor faqat tutib turdi uni. Tutib yandan salcha desa bunday basidimiga basidi ustidagi okul saldigan yerini basqini yo'q. Bular emas, buning o'xshash 3-4 odamniki surati chiqdi, videosi chiqdi. Ashlam ashundaq ba'zilari uchiq rezinga bekityapti. Xalqlarga yiroqdan qarasi ko'rinmaydi deb o'yladi, lekin bu hozir apparatlar bek ilg'ari bo'lgandan keyin aşı ko'rinishni cho'nglatib chiqargan gap. Qasa rezingini bekitib qo'yibdi. Aşı xalqlarga tashviq qilayotganlar, shu vaksina urg'izdik deb tashviq qilgan boshliqlar hammasi soxtalik ishlatayotgan gap. Amaliyotda bu haqiqiy unumli bir vaksina emas. Meniki yangi uchurim shu. Ey Yarmamat Ahmad Maramat. Hoş. Hamdi bu vaksin to'g'riliq men to'xtalmayman. O'zimdan qilgan boshqa gapim bor. Xo'sh, hamdi men abaytdan eliqqa degan gapni ba'zi mana nima kutib qolmasin, nimaga degan chog'da eliq bu odamlar nimishki faqat xalqning ayibini deydi deysan, ziyon tortgan kim o xonimlar, efendimlar, Uyg'ur millat ziyon tortadi. Eliq bir ko'rinishi ko'rdinglar-ku deyman. Birsi bilim tutib osmon qarab turgan, o'rtada ikisi bular qilib turgan, dastlab turgan sajik bosh uratgan musulmonning rasmini üstündeki Vatikan, ortadakisi Yahudi, en azki Müslüman. Aşkı köygen mi? Bir körgezmizde nemi koygan ne? He. Nemi için? Sen aş beşini yer koyup da başına kiti ve Manike. onun mensi ne mi? Ha Yahudi kolunu. Ha? Manike resim. He anne. Yıkırak. Ana cim tutar ne? Hani kören ana. Ha secik baş koygan Müslüman. Ha 32'si Yahudi mi doktoran? Ha mıdak tuğune men ilah digine ya Vatikan'daki. Vatikan'daki sörtün çıkır koya. Vatikan. Bunun tarihi var. Bunun tarihini kinki nimide söz yapılma. Bu bikan onda çıkarılmagan. Bunun tarihi var arkadaşlar. Beni okumagan ben ne bilsem denler. Muşu men siyasun diyen ve dava kıvatımın diyenler çok akıllı. Akıllık da ben üzerinde akıllık demeyim ben. Ama meniki bunu beni rast kep kılgan ben mavşa tövbe kıldım desem ondan sonra anlayıp güydep ama ne? Gör onlarını. O çıkma aşkarı. Tüpsiki Vatikan, 32 Yahudi, asızki Müslüman. Hazır sana öyle pekanlar. Vatikan'ı Bunların tarihini ilahla urvatkan suretini çıkarıp koydum ekranga. Hani karanlar. Keyin bu sizlar de bu tarihini bilmeysizlar. Hazırki bunun kim bozduran işini okumaysizlar. Nemi dep Erdoğan Kudüs Falastin deydi. Çünkü aşı tövbe turgan Vatikan bilen bularning hammasi mana chetishliqi bor. Böyle Selim'e bir çoğu şehir kurumuz deydi. Estağfurullah. Bularmış ki ona kiriş oldu. Ne için Turan koşulu kurup aldı? Aziz kardeşler, bu silahma Türkiye'de geçatkalar taze anlanlar. O Erdoğan'dan Uygur'un vapa kemmeydi. Ve Vatikan'dan vapa kemmeydi. İnsaniyet ki vapa kemmeydi. Ne için Uygur'un yoktu da? Ne için şunu okamsa, okumaysan. Birinci kıtım buldu, Azerbaycan bu. Ermenilerle hemen tıkıp attı o.
Vatikan'dan başına 20 kişi işlemesi болып kaldı. Bana 20 Trump'ı kep kalgan. Mao Cuma günü çıkıp nimançı moşuna kıp ketdi, bulap talap, biletim yağanı biz kıp ketdi. Moşunu oylamak arkadaşlar. Sen kıldın, ben kıldım emez. Bu sen kıl. Biz ek şeydi. Moşlarını bilip sen insanı menga egeç de. Aldı bunu kaçtan fıkansa, bilmeyse. Fakat vazife toplan. Şunu kaptı bunda kılışımız gerek, anda kılışımız gerek deysen. Ama bu millet kutlanmaydı senin onda diyenince. Kutlanmaydı. Mümkün evet kutlanmaydı. 2010 bak, vatan kırmızı baktı. 2010 kırmızı baktı, 2009'dan keyin vatan varımızda aldap geliştim. 2021 o'tdi. Vay anam vaydadan da 2022 kırdı. Xitayning Avrupa'ya qatnashgan bo'lamsan? Ya bayram kuni vatan assalomu alaykum. Milletim. Bunu çıkalımda bıraksa. Muş yolu talla. Ya Gonsang'dan resmi kola bıraksa ya. Ma onu kıpaktık bombadı, bunu kıpaktık bombadı. Amerika'da aldap ket bizde dep. Nemi dep varsa? Şunun için Uygur'daki lider olsan aldıda Uygur'un nüfusunu rast değişin gerek. Çünkü sizler 1 milyon dedin la. Xotin ulan indi de palanca Yahudi 8 milyon dedi de otladı. Rabia kadının ki çıraylık bir jigiti var. Sıdıkacı Rozi. Sıdıkacı. Dünya ya hem de o işte okumasa olmaydı o adamlar. Hürmet vatandaşlar. Xitaylarga, ular şaman nima qildi? Mashinal boshladi degan. Shuning uchun aziz qarindoshlar, meningki deydigan gapim Uyg'ur milliy kimligimiz mustaqil demasak, erkiy qirg'inchilikda o'pshi degan bo'lmaydi. Degan bo'lsa, Solih Xudoyevni chiqib buni uya bu yerda tutmoqdan beshimiz qolgan. Biroq bu ish buzilib ketdi. O Solihninki keylik pedi kim? Joe Biden. Joe Biden prezident bo'lishni oldida kimni so'zlashdi? Solih Xudoyevni. Solih Xudoyev masanga yo'q, men 3 ishni ko'rdim men. 2019 Uyg'ur 2019 deb e'lon qildi. Bu bir aniki Seyitun Türk qopab Malayziya bilan Turkiya Daeshning Islom partiyasining Sharq İslam Partisi'nin bayrağını götürüp degan Amerika qarshi bunaqa nimalarni qildi. 2019 12 ayninki 11-kuni Moshe texan nemisi yağan deb o'lib olma desa, onu chiroyliqlam anglab g'ach ko'chirib olib qo'ygan. Bunimsi o'zi juyitibdi. Mayli. O nimasi bor? Tüm narsa qarindosh isbot bilan. Nim isboting va xoin deysa, isboting bormi deysan? Keyin shu mendan savol so'raganlar, senmi mushun dardini tortsa. Ashdan chopini yapqanlar. Toplarda do'lqini maqtab bir adash qopab, Aqsoy kelpinda manda bo'lgan, anda bo'lgan, shu Xitoy bularni otib bo'lsa ish. Estağfurullah. Aş pulga alıp Allah'ın bulak salamlarını kılıp bu yalgan gap Allah'ta sen okan namazın o ibadetten ne olup gitti. Çünkü komünist Navrutlar aldaydı. Joe Biden arasında videosu köygelse hiç kızlar diyen zadı o adam babası yemek iskep gitti. Silahımı aşağı farkınlar yok. Dinsiz imansıza yalan sözleydi öyleydi. Anladın mı? Mesela bu Uygur milletinin kurtuluş için, kafirin zulmünden kurtuluş için neyim desen de dava kıl, o Allah onu keşif tutur. Çünkü Allah'ın ki bizi gibiyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan tefsir çıkandı ve hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle koydu bu. Davaya yalan sözler makul. Ma milletini yalan sözler mi? Bunda kılıbatı var. Kılmagan neresi yalan sözler? Çünkü sen Nemrut.
sen Vatikan, sen Gongsandan, o farkı yok. Bu Müslüman, Yüzbekiston'da tağaksıyıp mangaçak yaksak öyle. Mangaçak'ta kapırla bu kim olsun? Yusuf dese kül ketken. Peygamberimi yakasız adam. Bu şey anılgan mı? Çünkü ulan Müslüman. Bu tağanın içindeki Yusuf demese vakti ula bizim kitap yok. Hemimiz Vatikan bula kitap yok. Çünkü Ustaz Peygamberler bunu Yusuf dedi. Çünkü ula ha kölanlar Peygamberim nimledi mi? Evlatlarım boşuna yalan sözlemde depler ne işe dedi? Yusuf tutup gitti. Şunun için Müslümanlara bunu düşken hadisi var. Bunlarda sürler var. Yalgan sözü var. Şunun için Allah ibadet kılıştın aldı nimlik digen nim surayet vardı. Belgem tınıkta hesap alamanda. Şunun için silah koyup ben kıldım. Vay, ülüvatkan hallet. Bu ilki kırgınçık tam bas kızgan, imza bas kızgan. Kişi hukuk, insan hukuka, Uygur 2019'ya Uygur milleti. Biz teşvik verdik fakat. Biz fakat İsa Peygamber'in çok olmağla. Allah bu bütün dünyanınki iyisi Allah. Şunun için elhamdülillah Rabbin alemin. Unutmayla elhamdülillah Rabbin alemin. Bütün halemin iyisi Allah. Bu Kur'an'ın açık kişi. Ben de koyayım. Unutmayla. Kur'an'ın açık kişi dese o mu ki bu mu ki demeyi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbin alemin ar-Rahman-ar-Rahim. Moşu tercüme kısan sen ananıki kişikinin yengilinse muş toplarda, WhatsApp toplarda muş toğuluğumu sözlep kettin. Nemege yalgan sözleme ha. Anı kısan cennet kilsin. Sen cennet ekirgen sen kim? Allah bilir. Bir sayat ketken mi? Hüküm kımbanla, minin ismim kullanmanla dedi. Yaxşılap ki ismim kullanla, mesele Rahim ve Rahman'ını tökeyin, berkitini tökeyin. Ben de tılanla, hakiki niyetinle öyle dedi. Bizçi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem jığılgan çağda, ya Allah, meni ümmetlim muşundak, deyiz ukitanı degen. Muşuna deyiz. O senin ümmetlerin, karı közle. Hep adaleti sözleydi o. Hep adaletin özü kutkuzalaydı o. Bulmasa, ne buludu? Sebep bilen, birbirimizin sebebinden, talaştaş sebep bilen, silenin sebebine olan, şu tarihini bilmey, üzerinin, nurgun butlar var, u var, bu var. Boşunda karısanlar, ulama Uygur demeydi. Uygur demeydi. Nurgun kitap var, nemi ki çıkamaydı. Vatikan'daki, İtalya'daki, Rim'deki yarasa karap yakınlar. Ne çıkıvet yes, çaylan silvetti. Onu bilemse, bilmeyse. O yerde hakik Kur'an, hadis, kitap, tarih, coğrafya. Bu şöyle yasagan çoğunu neçe min yıllık nimlerin hemen tıkılagan. Nim için kato tokus pop öldü, papıla. Ya bu insan degen bu bege hakkını işletmemse, bana bir sıvı etmeydi onu. Öyleysen, kitap ne? Kitap ne? Mesela bir sürü ayet 40 bir sürü ayet, bir süre, bittili. O bir kitapta kaç yüz dal var? Kıskısı sen üzerine eksi kildiğin, tövbe kılığın, kul eûzü birabbin felakkını oku, ya zacanı oku, ya inna, ya tebbet yerden oku diyenin sebebi ne? Kendaşlar. Zalimlik kolduk, nemisi tutuş, kanda sure ayet, kayısı. Şunun için başka surette koyup, bu sülfata elhamdülillah Rabbin aleminden, Suriye ayısıngaça, Muş'un tercümesini, ustazlar tercüme kılıp büyütünler. Muş iyitidir. 30 Kur'an degen ne? 3 ayda polni bilip gitsin. Her kanda kadar. Gipil tügüdü.
Vaqt münasebeti bilen söhbetni nimşe toxtatsak. Hoş geldin efendim. Vaqt münasebeti bilen söhbetni nimşe toxtataylı. 1 saat olup qaldı hazır. Endi ahırda men meyde birisinin yazgan nəsini oqub birey. Bayamqı Yarmemet Efendimning sözünün davamı ekan bu. Seyit Tümtürk to'g'riliq birisi yazgan ekan. Bu Seyit manqa burun Amerikalılar bizning ishimizga aralashmasin, Yevropaliklar aralashmasin, o'zimizning ishini o'zimiz qilamiz deb qarshi namoyishlarni qilgandi. Endi makun kelib Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik uchirdi degan narsa chiqsa darholla Amerika tarafini maqtab osh tarafga o'tyapti. Bu qaysi mantiqa? Bu insonlar tushunmak taskan deb yozib qo'yibdi. Endi mushu xalqning yozgan so'zi bilan so'zimni oxirlashtiray. Vaqt munosabatlaricha suhbat oxirlashdi.